Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Husanbo'z kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlaringlar. Bugun biz 2025-yil 24-may hafta kuniga shanba biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Jaler qishlog'idamiz akalar. Ixtiyor akam dehqonni xonadonidamiz. Sotiladigan 3 bosh Greenford buqamiz bor akalar. Narxlar masalasiga kelsak, akamiz aytayapti 25 million so'mdan deyapman uka dedi. Ozgina yo'liga endi xayr xudosini qilib beraman akalar. Kelishtirib beraman deyapti. Bo'ylari 120 plus. Ko'ryapsizlar, o'ta polvon, chempion buqalar. Narxlarni kelishtirib beraverar ekan. Ko'ryapsizlar, vashshi ajoyib. Jigarlar, ma'qulmi? Qora qizilidan. Ha, jonivorlar. Aka rosa ishqibozchilikka baxtsiz buqalar. Ha, gap yo'q, zo'r. Polvon. Bunisi endi shu o'tkaylar, o'sha dermatik kasal endi yengil bo'lib o'tgan ekanda, bularni bo'lmabdi ham ba'zi. Mana polvon mana jigar. Ajoyib, bu 25 million orqada qolib ketaveradi bu narxni ham. Akalar, o'ta tegin narxlarda bo'lib ketdi. Hunajimni narxida akalar, shoshilib aloqaga chiqasizlar, manzilni qaytarib o'tdik. Farg'ona viloyati Rishton tumani Jaler qishlog'ida dehqon akamiz xonadonida turibdi buqalarimiz. Xullas bir joyga sotaman deyapti. Uchovini bir joyga olsalang, yo'lida qilib berar ekan. Dastlabki masalasiga kelsak, dastlabki qilib bera olmayman. Naql kelgan odam kelib, ko'rib, savdolashib, mohinasi bilan yuklab ketaversin deyapti. Ixtiyor aka, endi aloqa uchun telefon nomerimiz 90 533 1277. Akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.